Assalomu alaykum Show Biznes kanalidagi obunachilar va aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men Mo'minjon ko'rishtirganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi og'ir xabarimiz Mavluda Asalxo'jayevaning turmush o'rtog'i vafot etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayevaning turmush o'rtog'i vafot etdi. Bu haqda xonanda Instagramdagi sahifasiga ma'lum qildi. 26 aprel kuni turmush o'rtog'im Davlet Qilichev bu dunyodan ko'z yumdilar. Janoza 27 aprel peshinda Islom Ota masjidida o'qiladi, deb yozdi xonanda. Mavluda Asalxo'jayeva intervyulardan birida turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani haqida quyidagi hikoya qilib berdi. Destan ansamblida Davlet ismli yigit bilan tanishib qolganman. Ish jarayonida bir-birimizga ko'ngil qo'yib, oila qurishga qaror qilganmiz. Ammo u uylanib, ajrashgan va 2 nafar farzandi bor edi. Albatta, u bilan oila qurishim yaqinlarimga yoqmagan. Biroq men uning farzandlari borligini tabiiy qabul qilganman. Bolalarining ko'ngli o'ksimasin deb chiroyli kiyimlar oldirib, bolalariga yuborardik, degan edi Mavluda Asalxo'jayeva. Xonanda turmush o'rtog'ining bir necha yil avval og'ir kasallikka chalingani haqida ham so'zlab bergandi. Turmush o'rtog'i kasallikka chalinib qattiq og'rigan. Uni davolatish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilganman. Bormagan shifokorim qolmagan. Ammo o'sha paytda turmush o'rtog'idan ajrashibdi, tashlab ketibdi, degan gap so'z juda og'ir botdi. Aslida men buni kimgadir isbotlashim shart emas, lekin baribir xalq orasida pichir-pichirlar asabga tegar ekan, degan edi Mavluda Asalxo'jayeva. Sizlar bilan qisqa fursatlarcha men Jabbor Mo'minjon bo'ldim. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, like va komment yozing. Qani olg'a. Xayr, salomat bo'ling.